Yillar o'tgan sari shuni tushunib yetdim, hamma narsa bu dunyoda vaqtinchalik ekanligin. Shuning uchun hammani g'animat bildim, sabr shukr va hammaga yaxshilik qilaman dedim. Ota-onangizni doim xizmatlarini qiling, duolarini olib qo'llarini o'ping, oyoqlarini uqalab ko'ngillarini oling. Bu 5 kunlik dunyoda hammani g'animat biling. So'm pulni deb urushmaylik, bir-birimiz bilan talashmaylik. Akajon, ukajon, singiljon deb yurishga nima yetsin? Hammamiz ham bu dunyoda vaqtinchalikmiz, hammamiz ham u dunyoda so'raluvchimiz. Hasadu kibrlardan uzoqlashib bir-birimizga